Farg'onada gaz balloni portlagan Lacetti haydovchisi 3 yilga qamaldi. 2024-yil 7-iyul sanasida Farg'ona viloyati Rishton tumani Dehqon bozori yaqinida Lacetti avtomobilining metan gaz balloni portlab ketdi. Voqea vaqtida mashina ichida hech kim bo'lmagan bo'lsa-da, portlash oqibatida atrofda bo'lgan 20 ga yaqin fuqaro tan jarohati oldi. Ulardan biri esa ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay vafot etgan. Aniqlanishicha, haydovchi avtomobilni bozor hududiga qo'yib, o'zi savdo qilish uchun bozorga kirgan. Portlash natijasida avtomobil yonib ketgan. Yong'in esa tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Rishton tuman sudida ko'rib chiqildi. Sud qaroriga ko'ra, haydovchi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan aybli deb topilib, u 3 yil ozodlikdan mahrum qilindi va shu muddatda transport vositalarini boshqarish huquqidan ham chetlatildi. Bundan tashqari sud jabrlanuvchilarga 26 million so'm moddiy va 58 million so'm ma'naviy zarar undirishi ham belgilandi. Mazkur holat yana bir bor gaz ballonlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish zarurligini ko'rsatmoqda.